Tuxum zaxirasi yaxshi, lekin sifati yomon degani nimani anglatadi? Ha, bunaqa holat bo'lishi mumkin. Bunga eng ko'p uchraydigan sabablardan biri polikistoz tuxumdonlar bo'lsa, ayol tanasidagi gormonal buzilishlar bo'ladi. Ko'p ehtimol bilan juda baland testosteron ko'rsatkichi folikulalarning atreziyasiga olib kelib, folikulalarning o'sishiga yo'l qo'ymay, ularning sifatiga ham ta'sir qiladi. Ikkinchi ko'p uchraydigan holat esa ovqatlanishdagi muammolar, ovqatlanish yetishmovchiligi, vitamin yetishmovchiligi yoki minerallar yetishmovchiligi. Bular tuxum hujayralarining sifatiga ta'sir qilishi mumkin. Bunaqa holatlarda soni normada bo'lsa ham, ya'ni tuxumdonlar zaxirasi normada ko'rinadi, lekin sifat juda zo'r darajada emas. Bunday holatlarda biz urug'lanish darajasini juda past olamiz yoki past sifatdagi embrionlar hosil bo'ladi. Hattoki eko bilan ham homiladorlikka bo'lgan ehtimollikni juda past ko'rsatkichda olishimiz mumkin.